Assalomu alaykum. Men vrach-allergologman va bugun sizga allergiya tashxisida ko'p qo'llanadigan usul allergosinema prick testlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Allergosinema prick test allergik kasalliklar diagnostikasida oltin standart deb hisoblanadi. U allergiyani sababchisini aniqlovchi aniq, tez va samarali usul sifatida tan olingan. Test qanday o'tkaziladi? Teriga kichkina allergen tomchilari qo'yiladi va skarifikator bilan yengilgina prokol yoki chaqna tsarapina qilinadi. Biroz vaqtdan so'ng terida qizarish yoki shish paydo bo'lsa, bu bemorda aynan o'sha allergenga allergik reaksiya borligini ko'rsatadi. Aniqlangan allergenga qarshi bemorga maxsus davolash usuli asid allergen spesifik immunoterapiyasi vaksinatsiya tavsiya qilinadi. Bu uzoq muddatli va samarali usul bo'lib, 3 yildan 5 yilgacha davom etadi va allergiya butkul yo'qotadi. Agar allergiya siz yoki yaqinlaringizni bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling.